Siz bu reklamını bilasizmi? Мистер Пропер веселей, в доме чисто в 2 раза быстрей. Мистер Пропер. Men hozir Mr. Proper'ni yaqinda keltirmayman. Onun o'rnina uyimda Trump bor. Bedrafimning chistalik sog'inda tura deb 2 otni eli ko'rsatgan edim bital. Bu sori boshqayni. Ishini aybat boshqar. Bir so'zimda yo'q. Bedrafdan boshi chiqmayman. Trumpni bek yaxshi anti-stress deyuvchilarda bo'ldi. Birov bir g'ibratli kommentariyada qoldirgan. Olmisha bu masala oshu chiqqan sayin Trump bilan ishqirbiz tualet teshigin. Shidasingina. Menda ikkinchi yomonlikda bor. Uyimda dog'im bir unitaz chistartovchi personaj borliqqa keldi. Boshi ketgan Baydenda yo'qmi unda deb kommentariy qoldirib so'rovchida bo'ldi. Bayden aktual tug'il bitindi hozir. Ammo aktual bo'lgan ikkinchi bir personaj var. İsmi Macron. Qarali bu bit qiyofati bo'yicha Fransiya prezidenti Emmanuel Macronga o'xshagan. Ismlari da to'g'ri keladi. Совпадение? Не думаю. Durusini aytganda Trump bilan Macron hozir mening uyimda vlast, ya'ni unitaz bo'lisha olmaylar. Men bedrafni chistartam, tozartam, puxtalim deylar. Qarali, bizning tatar tili nindi boy. Bir ma'noni ko'pmi so'z bilan aytib berishga bo'ladi. Men hozir multfilmdagi babusi simanida. Dva veselых guся bor. Только birisi sora, ikkinchisi qop-qora. Mana shu oyroq bizda xillar. Qiziq bo'lsa, bu ikkovining nechik yashab ham ishlab yotuvi turida qayta-qayta suylarman.